Assalomu alaykum, sog'misizlar, salomatmisizlar? Sizlar bilan Teplo'z jamoasi yana ertalabdan bitta video olib qo'ydik. Juda ham ko'p klientlar Telegramdan ham, WhatsAppdan ham yozishyapti, video olib o'rnating. Video olmay qo'ydilar endi. Xudo xohlasa mana yangi ishxonaga ko'chib olganmiz. Bitta ishlayapmiz, shu bir oycha bo'lib qoldi, endi hamma tartibli emas. Kecha katyo'llarni chiqarib yubordik, bir 15 ta katyo'l yig'ilib qoluvdi. Miyalari kelib qoluvdi, xudo xohlasa ularni jo'natib yubordik. Bitta mana bitta 35 kilovatlik yana tugadi miyalar. Bitta 15 kilovatlik avtomat katyo'limiz, bitta 25 kilovatlik bu ham verniy gareniy edi. Avtomat katyo'l qildik. Xudo xohlasa shu ishxonamiz hamma yo'g'ini bu yerda mana bitta svarshigimiz, bu yerda mana bitta svarshigimiz. Mana bitta Jamshidjon betini bekyapti. To'kirni stanaychamiz, serleni stanaymiz, bitta yonnatdik mana listagipimiz, presimiz, bu yupqaga bosadigan korpus tugadigan listagipimiz shu yerga o'rnatib oldik. Bitta endi joyim bat ishlashibdi bular. Garelkalarimiz mana Namangandan, Norindan Jahongir ustaga o'tkazib bitta eslayinda bo'lsa bitta video qo'ygandim. O'sha o'zimiz fakilniy garelka qilib anaqa qilgandik. Sinovga bergandik, yaxshi effekt berdi, ishlatdi 1 yil. Hozir 20 tacha shundan zakaz qilgan. Shundan mana bitta 7-8 tasini berdik. Hozir 4 ta mana turibdi. Mana shu 15 kilovatlik katyo'l bu ham o'shanga shu fakilniy garelka qo'yiladi. Hozircha 8 mm list mana. Hozircha shunaqa. Shneklarimiz turbasi 120 metrlik. Motor reduktorlari mana. Mana u mana siz mana Polshani shu zavodskiy nimasi shnegi. Bu 60 wattli divitor qo'yilgan. Bunga mana 120 wattli baquvvatroq divitor qo'ydik, чтобы nima shnek katta bunda. Bunda diametr 100 bo'lsa shnek, bunda 127. Shuni hisobiga shu baquvvatroq tuxumdek ko'mirni ham olib ketadi. O'ta baquvvat bo'ladi. Motor 120 wattlik, lekin motor reduktorlari bir xil. Buni endi yaxshi effekt berdi, ishlayapti. Endi buni xudo xolasa cho'yanga o'zgartiramiz. Fonni shu holatda cho'yan quyiladi. Qoliplarini tayyorlatib qo'yganmiz. Xitoyda qolip tayyorlatdik. Mana bu obrazesi xuddi shu holatda keladi. Xuddi shu holatda keladi. Mana brendlarimiz bosilgan. Teplo'z brendi bosilgan. Xuddi shunaqa holatda cho'yan qo'yamiz, xudo xolasa. Tak. Qoliplar mana. Qoliplarimiz tayyorlab qo'yganmiz. Endi keyingi sezondan xudo xolasa menimcha yo'lga qo'ysak kerak. Video olib turaman orada endi xudo xolasa. Rosa ish ko'p, zakaz ko'p. Jicha ulgita olmay qolyapmiz. Hozir shu yerda bir 4 ta 5 ta katyo'l orqada ketyapmiz. Shuning uchun bitta amaliy bir oy bo'ldi chiqqanimizga, hali tartibga solingan yo'q yerda mana qurilish ketyapti. Shuning uchun videoga ola olmayapman. Endi ozgina bo'lsa ham videoga olib turamiz, xudo xolasa. Atroflardan videoga olamiz. Kecha ham rosa katyo'l tarqatdik, to'g'risi rosa ish tig'izligidan videoga ham ola olmadim o'sha atroflar fonni. Qo'qonga chiqardik 3 ta. Namanganga bir 4 ta chiqardik. Yana Xatga chiqardik. Qorasuvga chiqardik. Shularni hammasini videoga olib qo'yaman dedim, ola olmay qolyapman. Shu ish ko'payib ketib qolyapti. Endi
Xudo xolasa video olib turaman endi, xafa bo'lmaysizlar. Telefonim ham hozircha keyingi dekabrdan xudo xolasa telefonni ham yoqib qo'yaman. Telefonim o'choqligidan anaqa qilmaysizlar, Telegramdan bemalol yozaverasizlar. Klientlar zakaz qilganlar hammasi Telegramdan yozishyapti. Hammasiga javob beryapman. Faqat telefonda gaplashib qolsak, ko'p telefon bo'lyapti. Telefonda gaplashib qolsak, bitta ish to'xtab qolyapti. Keyingi oydan xudo xolasa rejimga tushib olsak, telefonimni ham yoqib qo'yaman xudo xolasa. Bitta 15 kilovatlik kotelyonimiz turibdi ekan. Bu ham avtomat, garlikasi fakelniy bo'lar ekan. Apresovkada turibdi. O'sha 4 atmosfera hozirda mana cho'tki. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa qisqa bo'lsa ham video olib turaman.